Ko'pchilik Dubayga kelgan yoki Dubayga kelmagan insonlar bu mehmonxonani juda ham yaxshi taniydi. Ha, bu o'sha Burj Al Arab mehmonxonasi Jumeirah Groupga tegishli. Jumeirah Group bu Dubai Holding'ni bitta vetkasi hisoblanadi. Bilasizlar, Dubai Holding juda ham katta tashkilot. Bu ko'rib turgan joyimiz Aqua Park Wild Wadi deb nomlanadi. Buni yonida esa bu mehmonxonamiz. Bilasizlar, ko'pchiliklaring Al Nasim deb nomlanadi. Bundan keyin уже Suq Madinat mehmonxonalari va restoranlari boshlanadi. Bu loyihani oldida, ya'ni Burj Al Arab mehmonxonasining oldida Madina Jumeirah Living degan loyiha bor, bilasizlar. Bu loyihalarda bizda tayyor kvartiralar va endi qurilayotgan kvartiralar sotuvda bor. Hozir mana shu ko'rib turgan ko'prigimiz bugungi kunda mavjud emas, lekin bu loyihani bir qismi hisoblangani uchun bu ko'prik albatta quriladi. Endi hozir bu ko'rib turgan qismimizda Dubai Holding tashkilotini o'zini ofisi joylashgan bu joyda. Bu yo'ldan biz to'g'riga harakatlanadigan bo'lsak, bu joyda Emirates Mall joylashgan va Sheikh Zayed Road bitta svetofordan keyin Sheikh Zayed Road. Bu tomonga qarab harakatlanadigan bo'lsak, Four Seasons Hotel, Jumeirah, Kite Beach, Jumeirah Road. Bu tomonga qarab harakatlanadigan bo'lsak, Dubai Marina, GBR, Palm Jumeirah. Hozirgi kunda bu loyihalardan 2018-yili sotib olib, hozirgi kunda tayyor bo'lgandan keyin sotib yaxshi daromad olayotgan investorlar juda ham ko'p. Bu loyihalarni nomma-nom aytadigan bo'lsam, Jumana mana shu kichkina ko'rib turgan binoyimiz Jumana. Bundan keyin Jadil, Rahal, Riva, bu proyektning nomi Norton, juda ham aytishga qiyin, va uni oldida mana Elvira. Eng oxirgi sotuvga chiqqan qismi super luxury qilib sotuvga chiqargan. Biz hozir mana joylashib turgan joyim, agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu tomon Burj Al Arabga tushib ketish, bu tomon Vasil Road deyshadi, Al Vasil Road deyshadi. Bu joyda Gargash Hospital joylashgan. Hozir mana shunda turadigan bo'lsam, orqamda Emirates Mall va Sheikh Zayed Road. Riva 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali va 4 xonali kvartiralar bo'lgan. Elvira bu ham xuddi shunday 1, 2, 3, 4 xonali kvartiralar. Bunda boshlang'ich kvartiralarimiz 1, 2, 3, 4. Konsepsiya shunaqaki, binolarning orasidan mashina harakatlanmaydi. Hamma mashinalar underground deydi, yer tagidan harakatlanadi. Faqatgina ayrim joylarda shu kirib ketish uchun maxsus joylargacha mashina harakatlanishi mumkin va bundan keyin bo'ldi. Bu yoqda faqatgina insonlar harakatlanib, sport komplekslar, basseynlar va chiroyli parklar mavjud. Quruvchi tashkilotni aytib o'taman. Miras qurilish tashkiloti, proyektning nomi Madina Jumeirah Living. Ko'pchiligimiz tanigan o'sha Burj Al Arab mehmonxonasini shundoqqina ro'parasidagi loyiha.